akalar, assalomu alaykum. Ushbu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang iltimos. Agar Alloh taolo uchun mana shu videoni oxirigacha ko'rib bering. Hozirgi kunda Narpay tumanimiz Mirbozor shaharchamizda mana shu oq masjidimizda tahoratxonasi 3 yil davomida qurilishi to'xtab yoki yurib turibdi. Ayrim sabablarga ko'ra mana shu agar siz sabab mana shu tahoratxona bitib qolsa ajab emas. Inshaalloh hammamizni Alloh taolo jannatga kirish nasib qilsin. Pastda karta raqamlar bo'ladi. Ana shu karta raqamlarga xohlagancha, qo'ldan kelgancha 5 mingdir, 10 ming, 100 ming, million kim xohlasa qancha tashlash majburiy emas. Faqatgina agar videoni agar sizga tashlash imkoniyati bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariya qo'yib, videoni pul ihson qiladigan do'stingizga, tanishingizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Domilla biroz. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana masjidimiz tahoratxonasi qurilishi ancha yildan beri davom etyapti. Endi mana shuni Xudo xolasa mana shu yil bitirish niyatimiz bor. Shunga o'zingizni hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa karta raqamlarga yozib qo'yilgan, qo'ldan kelgancha ehson qilishlarini so'raymiz. Agar u ham bo'lmasa, videoni tarqatib yoki boshqa bir birodarlar, do'stlaringiz bo'lsa, mana shunga tarqatib dalolat qilib qo'ysangiz, bu ham inshaalloh ikki dunyo saodatini Alloh taolo beradi. Sog' bo'ling, rahmat.